Bu yerda tarjima kitoblarim ham bor ekan. Xotiralar, Bo'ronli dovon, Forrest Gump. Umuman kitob do'konlarida odam o'zini tarjima asarlarini ko'rsa xursand bo'ladi. Bular ichida eng sevimlisi menga mana shu xotiralar. Chunki Dostoyevskiyning rafiqasini buyuk adib haqidagi xotiralarni tarjima qilish sharafi juda ham odamga boshqacha ta'sir qilgan. O'ylaymanki, bular albatta kitobxonlar tomonidan sevib o'qiladi. Assalomu alaykum bolajonlar. Men Nodira Begim Ibrohimova, yozuvchi va tarjimonman. Sizlar uchun ham atab tarjima qilgan kitoblarim bor. Bugun sizlar bilan kitob haqida gaplashamiz. Bolajonlar, bilasizmi, men maktabdan chiqib qayerga borardim? Bolaligimda birinchi boradigan joyim bu kutubxona edi. Bizning maktabimiz yonida Respublika bolalar kutubxonasi faoliyat yuritardi. Bu kutubxona haqida sizlar albatta bilasizlar. Hozir u juda ham rivojlangan, zamonaviy ta'mirlangan va juda ham yuzlab kitoblarga ega fondi boy kutubxona sanaladi. Xullas, men juda ham bir-biridan qiziqarli kitoblar bilan tanishdim va shu tariqa kitoblar olamiga kirib keldim. Birinchi o'qigan kitobim bu Xudoyberdi To'xtaboyevning Sariq devni minib asari bo'lgan. Lekin bu asar maktabda juda ham kichkina parcha tarzida berilgan. Buni to'liq shaklini qayerdan topsam ekan deb juda ko'p izlanganman va bir kuni tog'amni eski yerto'lasidan ana shu kitobni topib olganman. Xuddi Hoshimjon sehrli qalpoqchani topib olgandagi quvonch menda ham bo'lgan, chunki ana shu sarg'ayib ketgan eski kitobni topib olib, men nihoyat uni to'liq variantini o'qib chiqqandan keyin kitobga qiziqishim, kitobxonlikka kirib kelishim boshlangan. Bilasizlarmi bolajonlar, bizni yoshlik paytlarimiz hozirgidek kitob do'konlari ko'p emas edi. Hozirgidek kutubxonalar, kitobxonlikka qiziqtiradigan loyihalar juda ham kam edi. Biz kitoblarni asosan ota-onamizdan so'rab olardik. Ota-onamning kichkina kutubxonasi bor edi. Ana shu yerda kitoblarni qayta o'qiganimdan ko'pchiligi yod bo'lib ketgandi. Ayniqsa O'tkir Hoshimning Ikki eshik orasini yelimlab, juda ham ehtiyot qilib 3-4 marta qayta o'qib chiqdim. Sababi aytganimdek, u paytda kitoblar juda ham kam edi. Men esimda hali yosh edim, maktabda o'qirdim. Dostoyevskiyning Telba degan katta semiz romanini topib olib, shuni o'qiganman. Lekin to'g'risini aytaman, o'sha payt hech nima tushunmaganman, chunki bu asar albatta kattalar uchun bo'lgan. Shuning uchun ham sizlarga maslahatim, hozirda kitoblarga qarasangiz yosh belgisi qo'yiladi. 12+, 16+, 18+, ana shu belgilarga ahamiyat bilan qarang. Sizni dunyoqarashingizni kengaytiradigan asarlar albatta yosh darajasiga qarab o'qiladi. Hozir sizlarga qanday kitoblarni maslahat berishni o'ylab qoldim. Birinchi bo'lib o'zim tarjima qilgan Roald Dahlning Mehribon dev degan asarini tavsiya qilardim. Bu kitob do'konlarida mavjud. Bilasizlarmi, biz devlarni qo'rqinchli, yovuz deb hisoblaymiz, lekin bu asardagi dev juda ham mehribon bo'ladi. Bundan tashqari, sizlarga Gulliverning sayohatlari, Suv ostiga 80 mil kabi fantastik asarlarni ham tavsiya qilardim. Shuningdek, o'zimizning ijodkorlardan Xudoyberdi To'xtaboyev, Anvar Obidjon, Kavsar Turdiyeva, Zulfiya Mo'minova, Tozagul Jumanova kabi yozuvchilarimizni yangi kitoblari chop etilyapti, shularni ham tavsiya qilgan bo'lardim. Xo'sh, kitob o'qib kim bo'laman, qanday foyda olaman degan dilingizda savol bo'lsa, javobim shunday. Kitob sizga bu ko'rinmas qanotlardir. Shu qanotlar kitobni ikki pallaga ochganingizda, yelkangizda turgandek, dunyo bo'ylab sayohat qilayotgandek, vaqt va zamon makonni unutib, o'tmishga qaytgandek, kelajakni ko'rgandek bo'lasiz. Har qanday kasb egasi kitob o'qish kerak. Siz bankir bo'lasizmi, harbiy bo'lasizmi, diplomat bo'lasizmi, hammasining zamirida bu kitob turadi. Demak, nima qilishimiz kerak? Kitob o'qishimiz kerak. Hoziroq shu dasturdan so'ng o'zingizga sevimli kitobni tanlash uchun albatta kutubxonaga boring, kitob do'konlarini sayr qiling va dam olish kunlarini, ta'tillarni mazmunli o'tkazish uchun o'zingiz uchun ro'yxat tuzing. Kitoblarni tanlang, o'qing va o'rtoqlaringiz bilan muhokama qiling.